Allah Taala insoniyatga tushirgan tunji ilohiy buyruqda namoz o'qi, menga ibodat qil, zakat ber yoki mushriklarga qarshi jihad qil demasdan o'qi deb farmon qildi. Qancha bilim yuksalgan sari fosiqlashib ketadigan, qancha bilim olgan sari amil azlab ketishining sababi dal kishilar. Agar biz atdeganda bomdoddan burun 2 rakat tahajjud namozi o'qolmay turib, og'zimizda vatan davosini qilsak, bu davoyimizning yolg'on ekanligi, uzunga bormaydiganligini bildiradi. Bundaq ruh Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Allohdan boshqa hech kimga tayanmaydi. Allohdan boshqa hech kimga setilmaydi. Allohdan boshqa hech kimga setilmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hiro g'orida koinot va koinotning yaratquchisi va o'zining nerdan kelganligi, dunyodagi vazifasining nima ekanligi, o'lgandan keyin nega boradiganligi haqida tafakkur qilib, 2,5 yil o'tgandan keyin, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 39-20 yoshga kirgan vaqtida payg'ambarimizning tushida ajoyib o'zgarish yuz berdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom rost tush ko'radigan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tushida ko'rgan ishlar amaliyotda tushida ko'rgandek yuz berishga boshlaydi va payg'ambarimiz nihoyat aniq tush ko'radigan bo'lib qoladi. Bundan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zini gangiraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom texim yolg'izlik xalab bir qancha kunlik oshuzliqni elib olib, Hiro g'oridan oylab chiqmay ibodat qiladi. Mushundaq holat 6 oy davomlashadi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 40 yoshga kirgan vaqtida, ya'ni milodiy 610-yili 8-oyning 10-kuni, Ramazon oyining 21-kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hiro g'orida ibodat qilayotganda, tang kechada payg'ambarimiz hech qachon ko'rib boqmagan bir odam keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu tang kechada notunish odamni ko'rib sur bosadi. Bu odam Jibril alayhissalom edi. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, "Iqro, o'qi" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'qib, "Ma ana biqari, men o'qishni bilmayman" deydi. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, payg'ambarimizni quchoqlab chin siqidi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo'g'ili birsi-birsiga kirishib ketadi. Ondan Jibril payg'ambarimizni qo'yib etib, yana "Iqro" deydi. Ya'ni o'qi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana o'xshashla, "Ma ana biqari, men o'qishni bilmayman" deydi. Jibril alayhissalom yana payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni siqib, yana qo'yib etib, "Iqro", o'qi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning holi qolmagan holatda, "Ma ana biqari", men o'qishni bilmayman deydi. Jibril alayhissalom 3-chi qatim payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni siqib qo'yib etgandan keyin Alaq surasining 5-dagi 5 oyatni nozil qiladi. "Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam." Seni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qi. O Allah insonni laxtiqandan yaratdi. O'qi, sening Rabbing karamlikdir. O insonga qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. O insonga bilmagan narsani bildirdi. Qarab baqadigan bo'lsak, bu 5 oyat İsa alayhissalom osmonga ko'tarilib, insoniyat ilohiy vahiydan uzilgili 610 yil bo'lgan vaqtida tunji qatim insoniyatga tushirilgan ilohiy buyruq. Allah Taala insoniyatga tushirgan tunji ilohiy buyruqda namoz o'qi, menga ibodat qil, zakat ber yoki mushriklarga qarshi jihad qil demasdan o'qi deb farmon qildi. Chunki insoniyatning tunji islohot qadami o'qish bilan boshlanadi. Qanday o'qish bilan? Rabbimizning nomi bilan o'qish bilan boshlanadi. Agar biz o'qib, Rabbimizning nomi bilan o'qimasak, ya'ni Rabbimizni ko'zlab o'qimasak, o'qigan bilimlarimizni Rabbimiz rozi bo'ladigan yerda ishlatishni niyat qilib o'qimasak, bu insoniyatga islohot emas, bugun kunimizdagi o'xshash kuchliklar ojizlarni buzoq qiladigan buzuqchilikqa sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo tunji qatim o'qini demasdan Rabbingning nomi bilan o'qi dedi. Shundaqla inson Rabbining nomi bilan o'qigan vaqtida o'qig'unga, bilginga o'zi eng avval amal qiladi. Bugun kunimizdagi qancha o'qigan sari taqvosizlashib ketadigan, qancha bilim yuksalgan sari fosiqlashib ketadigan, qancha bilim olgan sari amil azlab ketishining sababi dal bizning Rabbimizning nomi bilan o'qimay, diplom yoki unvon yoki dunyo manfaatini ko'zlab o'qiganligimiz uchun bilimimiz oviydi, lekin amalimiz azlaydi. Ma'lumotimiz ko'paydi, taqvoligimiz tuvallaydi. Bunun sababi dal bizning Rabbimizning nomi bilan o'qimaganligimizdir. Yana shuningdek Alloh taolaning savossiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tunji qatim o'qi deb xitob qilishi bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va bizning aqlimizga qilingan xitob. Ya'ni koinotdagi gul-giyohlardan boshlab Alloh taolaning san'at asarlarini o'qi, ya'ni aqlingni ishlat, tafakkur qil, mulohiza qil. Bu orqali koinotning yaratquchisini top, o'zingning nerdan kelganligini, sening kimning yaratgan ekanligini va bu dunyodagi vazifangni va o'lgandan keyin nega bordiganligingni tunu degan bo'ladi.
Ya'ni Allohning tunji o'qu degan buyrug'i mayli savadsız bo'lsin, mayli savatliq bo'lsin, butun insoniyatning aqliga qilingan xitobdir. Ikkinchi oyatda Alloh taolo Alloh insonni lahtiqondan yaratdi deyish orqali bizni bu dunyoga Allohning akaganligidan xabar beradi. Uchinchi oyatda Iqra va robbukal akram, o'qu, Robbing karamlikdir deyish orqali agar sen o'qishga tamshilsang, o'qishga tirishsang, Alloh taolo sana ilm, hikmat xazinalarining eshigini ochadi. Chunki Alloh taolo karamlikdir, Alloh sexiydir deganni bildiradi. Qarab baqadigan bo'lsak, Alloh taolo bu tunji tushirilgan 5 oyatda bizni 2 qatim o'qishga buyurdi. Buningdan biz butun insoniyatning o'qishga naqadar ehtiyojli ekanligi, bo'libmi Allohga ishongan kishilarning o'qishining ibodat farz ekanligini ko'rib olamiz. Chunki iymonning, islomning asosi o'qish bilan boshlanadi. Jaholat bilan islom bo'lmaydi. Afsus, biz o'qishga shuncha ko'p buyurilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ummati bo'lsaqmi, biz o'qimaymiz. O'qishni yaxshi ko'rmaymiz. O'qiganlar bo'lsa, Robbining nomi bilan o'qimayotidi. Shuning uchun ahvolimiz bu. Amaliyotda biz o'zimizni musulmon deb turib, Allohga ishonamiz deb turib o'qimasligimiz, o'qishni yaxshi ko'rmasligimiz, o'qish uchun badal to'lamasligimiz, o'qish uchun mablag' solmasligimiz Allohning tunji farmoniga xiloflik qilishdir. Allohning tunji farmoniga xiloflik qilish qayerda na yaxshilik, na islohot, na taraqqiyot bo'lsin. Jibril alayhissalom yuqorqi 5 oyatni deb bo'lgandan keyin ko'zdan g'oyib bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tuyuqsiz yuz bergan bu ahvoldan nihoyat qo'rqdi va darhol g'amguzar ayoli Xadijaning yoniga mangdi. Yo'lda ketayotganda yo'ldagi toshlarning, dal daraxtlarning o'ziga salom qilayotganligini his qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zidan qo'rqdi. O'zini ansiraydi. Nihoyat qo'rqqan va titragan holda uyga kirib, meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar dedi. Xadija darhol payg'ambarimizni yotqizib, adiyonni yepib, qishini saqlab o'ltirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir oz asli kelgandan keyin bo'lgan ishlarni Hazrat Xadijaga deb berdi. Hazrat Xadija payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni xotirjam qilib, qo'rqmaslar, Alloh taolo sizni zayo qilmaydi. Alloh sizlarga jin shaytonlarni yaqin keltirmaydi. Chunki sizlar yetim yesirlarning beshini silaylar, ojizlarga yordam beringlar, kishilarning yukini ko'tarishib beringlar, mehmonni yaxshi kutilar. Sizlarda axloq fazilatning hammasi bor. Sizlardagi bir insonni Alloh taolo zayo qilmaydi. Balkim sizlar oxirgi payg'ambar bo'lishlari mumkin. Chunki Xadija tog'asining o'g'li Varaqadan oxirgi payg'ambarlar haqida nihoyat ko'p anglagan edi. U oxirgi payg'ambarning sifatlarini dal yo'ldoshi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda ko'p ko'radi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda bo'lgan ishlardan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oxirgi payg'ambar bo'lishini umid qiladi va shundoq gumon qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam asliga kelib olgandan keyin Hazrat Xadija bu ishni texmi aniqlashtirish uchun payg'ambarimizni tog'asining o'g'li Varaqaning qashiga elib boradi. Varaqa ilgari xristian bo'lgan, keyin Hanif diniga qaytgan kishi bo'lib, nihoyat olim kishi. U Tavratni ibron tilidan arabchaga tarjima qilgan. Injil va Tavratlarni nihoyat ko'p o'qig'achqa payg'ambar haqida ko'p ma'lumotlarga ega edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Varaqaga bo'lgan ishlarning hammani tafsiliy so'zlab beradi. Varaqa payg'ambarimizning so'zini anglagandan keyin ikkilanmay darhol sen oxirgi payg'ambar bo'ldigansan. Sana kelgan haliqa farishta Musa alayhissalom kelgan farishtaning o'zi dal shu. Koshki sening qavming seni yurtingdan qo'g'lab chiqargan vaqtida, sana aziyat bergan vaqtida men yosh bo'lgan bo'lsam, sening keyningda turib, sana yordam bergan bo'lardim deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Varaqaning so'zini hayron qoladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xalq tarafidan ishonchlik Muhammad, rostchil Muhammad, axloqli Muhammad deb hammasi yaxshi ko'radigan kishi edi. Yana kelib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tog'alari Qurayshlarning kattavoshlari tursa, uni u yerdan kimni qo'g'lab chiqara olsin? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayron qolgan holda, "Xalqim meni qo'g'lab chiqaramdi?" deb so'raydi. Varaqa albatta, sana o'xshash payg'ambarlik vazifasini elib kelgan kishilarning hammasining dushmani bo'ladi. Seningmi cho'qim dushmaning bo'ladi deydi. Varaqaning bu so'zi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yo'lining tabiatini bayon qilib bergan edi. Shundaqla payg'ambarimizning varislari bo'lgan olimlarning yo'lining tabiatini bayon qilib bergan edi. Payg'ambarlarning va payg'ambarlarning varislari bo'lgan olimlarning yo'li gul chechakka purkangan yo'l emas. Aziyatlarga, tuhmatlarga, har xil qiyinchiliklarga to'lgan fidokorlik, sabrchanlik yo'lidir. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning varisi izbasari bo'laman degan kishilar ideya jihatda tayyorlik bo'lishi kerakki, bu yo'lda har xil tuhmatlarga, aziyatlarga, qiyinchiliklarga, hatto yurtidan qo'g'lab chiqarishlarga, hatto o'limga duchor bo'lishi mumkin. Bu dunyodagi ahvol, ammo oxiratdagi ahvoli bo'lsa, eng yuqori martabada bo'ladi. Hazrati Xadija Varaqa bilan qo'shilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan uyga qaytdi. Varaqadan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ishongan tunji kishi Xadija bo'ladi. Atsi, ya'ni seshanba kuni Jibril alayhissalom yana kelib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Makkaning sirtidagi bir jilg'iga olib chiqdi va u yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ko'rsatib tahorat oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalom tahorat olgandek tahorat oladi. Ondan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga imom bo'lib namoz o'qib beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyiga qaytib, Jibril alayhissalomning uyga
o'rgatgani bo'yicha Xadichaga ko'rsatib tahorat oladi. Xadichami payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tahorat olgandek tahorat oladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xadichaga imom bo'lib namoz o'qiydi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning uyida kichik qizlari va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tarbiyasida turayotgan Hazrati Ali bor edi. Hazrati Ali 10 yoshlarda bo'lib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va Xadichaning harakatiga qarab hayron qoladi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan "Ey tog'a, nima ish qilyapsiz? Bu nima harakatlar?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lgan ishlarning hammani tafsiliy so'zlab beradi va o'zining Allohning payg'ambari ekanligini aytadi va Hazrati Alidan o'ziga ishonishni va o'ziga ergashishni so'raydi. Hazrati Ali "Men bir o'ylanib olay" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Bo'ladi, o'ylangin, lekin bu ishni men ruxsat qilmaguncha hech kimga aytma" deydi. Hazrati Ali ma'qul bo'ladi. Hazrati Ali uyga qaytib, dadasi Abu Talibga bu ishni aytib, maslahat so'rashni o'ylaydi-yu, lekin meni Alloh yaratgan tursa, bu ishni nima deb men dadamdan ruxsat olgudakman, nima deb dadamga maslahat olgudakman deb qaytib boradi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Ey tog'a, siz menga tunugan degan gaplarning hammani qaytadan, buni menga qaytib bir tushuntiring" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrati Aliga yana qaytadan tushuntirib, hozir kishilarning ibodat qilayotgan butlarning hammasining botil iloh ekanligi, haqiqiy yaratuvchi emas ekanligi, u butlarning qo'lidan hech narsa kelmaydiganligi, haqiqiy ilohning Alloh ekanligini tushuntirib, o'zining u Allohning oxirgi payg'ambari ekanligini aytadi. Hazrati Ali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gaplarini to'liq ting'ishigandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ishonib iymon aytadi. Shunday qilib Hazrati Ali balla ichidan tunji musulmon bo'lgan bola bo'ladi. Ondan keyin Hazrati Ali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ergashib tahorat oladi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yanında turib namoz o'qiydi. Keyinda Hazrati Xadicha turdi. Shunday qilib vahiy dushanba kuni tushdi. Seshanba kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xadichaga imom bo'lib namoz o'qiydi. Çarşamba günü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Hadice ve Ali'ye imam bulup namaz okuydu. Bir qancha gün ötgenden keyin ma'lum bir kuni Abu Talib o'g'li Ali'nin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilan birga namoz o'qiyotganligini ko'rib hayron qoladi. Va Hazreti Ali'ni chaqirib, "Nima ish qilyapsizlar? Bu nima harakat?" deb so'raydi. Hazreti Ali bo'lgan ishlarning hammani dadasi Abu Talibga aytadi. Abu Talib Hazreti Ali'ga "Jiyan o'g'lim Muhammed seni hargiz yomon ishlarga boshlamaydi. Uning qashida mustahkam tur" deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu ishlarni tuqqanlarga aytmagan bo'lsa-mu, ammo oz to'la anglab qoladi. Lekin ular parvo qilmaydi. Bir kuni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam keyniga Hazreti Hadice ve Ali'ni ergashtirib, Kabe'ga kelib oshkor namoz o'qiydi. Afif ismli bir so'diga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning namoz o'qiyotganligini ko'rib hayron qoladi va yanada turgan Abbosdan "Avla kimlar, nima ish qilyapti?" deb so'raydi. Abbos oldida turgani mening vafot topgan akamning o'g'li Muhammad, uning yendiki mening akam Abu Talibning o'g'li Ali, keyindagi bo'lsa Muhammadning ayoli Hadice. Anglasak Muhammadga vahiy kelibdimish. U butun insoniyatga avatilgan Allohning elchisiymiş. Ularning qilayotgani bo'lsa Alloh qilgan ibodati, ya'ni namoz emish. Hozir uning keyinda ergashgan shu ayoli va Alidan boshqa hech kim yo'q deydi. Afif o'zi haqiqatni izlayotgan bir odam bo'lg'achqa, bu gapni anglab Peygamberimiz Muhammad alayhisalomning yeniga berib, ahvolni uqib, uningga ergashib, Peygamberimizga ergashgan cho'ng kishilardan birinchisi bo'lay deb o'ylaydi-yu, lekin tijorat bilan mashg'ul bo'lib, sal qarab o'tib ketadi. Endi biz bu voqelikdan taxminan 20 yil keyiniga boradigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammad alayhisalom 20 yildan keyin Madinaga hijrat qilib, Madinada davlat qurib, kuchlanib, Makkani ozod qilgan yili bu Afif ismli odam yig'ilgan holda shahodat aytib Peygamberimiz Muhammad alayhisalomning yoniga keladi. Peygamberimiz Muhammad alayhisalom "Nimaga yig'laysan? Musulmon bo'lding. Dozoq azobidan qutulding. Yig'lama" dedi. Afif "Ey Rasululloh, men buningga yig'lamayapman. Men seni tunji qatim sening keyningda ayoling va Alidan boshqa hech qanday ergashguching yo'q vaqtida ko'rgan edim. Men shu vaqtda sana ergashey degan edim, lekin tijorat bilan mashg'ul bo'lib sal qarab tikanman. Agar men sana shu vaqtda ergashgan bo'lsam, hozirgi Abu Bakrning, Umarning o'rnida bo'lgan bo'ladi. Lekin men bir fursatni o'tkazib o'tdim deb yig'laydi. Mana bu shuningdek hayotda bizga nurg'unlagan fursatlar kelishi mumkin. Lekin biz uningga sal qarab, jiddiy qaramay yoki keyin yetishib olaman degan maqsadda qo'shilmaymiz. Balkim keyin yetishib olishimiz mumkin, ammo u vaqtda Abu Bakr bo'lolmaymiz. Umar bo'lolmaymiz. Ishning beshida tunji qatim ergashib fidokorlik ko'rsatgan kishilar bilan keyin qo'shilgan kishilarning o'rtasida osmon zamin farq bor. Shuning uchun ba'zi vaqtda o'zingiz to'g'ri deb qaragan ba'zi bir fursatlar kelsa, uni sal qarab o'tkazib o'tmang. Keyin yetishib olaman deb o'ylamang. Keyin yetishib olganlar bilan tunji qatim qatnashib fidokorlik ko'rsatganlar o'rtasida xuddi Hazrati Abu Bakr bilan Afifning o'rtasidagi o'xshash farq bo'ladi. Hamda gapimiz qaytib kelsak, payg'ambarlikning tunji yillari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga 2 vaqt, atdiganda 2 rakat, kechda 2 rakat namoz farz qilindi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom namoz o'qiydi, ondan keyin Hiro g'origa chiqib, yana istiqomatini, ya'ni tafakkurini davom qiladi. Oradan bir qancha kun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda bo'layotgan o'zgarishlarga jamiyatdagi kishilar Muhammadga jin chaplashib o'xshaydi
deb qarashadi. Bu gaplarni anglagan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ichi siqiladi. Tog'larning ustiga chiqadi. O'zidan ensiraydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining payg'ambar bo'lishidan butunlay bexabar. Bu vaqtda Alloh taolo ikkinchi qatim Jibril alayhissalomni avatib, Nun surasining 5-dagi 7 oyatni nozil qiladi. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati robbika bimajnun va inna laka la ajran ghayra mamnun va innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru va yubsirun bi ayyikumul maftun. Nun qalam bilan va ular yozgan narsa bilan qasamki sen Robbingning ne'mati bilan majnun emassan. Ya'ni sana din chaplashib qolmoqliq, sana Robbing tarafidan o'ksimas ajr beriladi. Sen haqiqatan buyuk axloq egisisan. Pat yaqinda kimning majnun ekanligini ularmi ko'radi, senmi ko'rasan? Shubhisizki sening Robbing kimning ozg'unligi va kimning hidoyat topganligini obdan biladi. Bu oyat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qalbiga nihoyat shifo bo'ladi. Cheksiz tasalli bo'ladi. 3-qatim Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Muzammil surasining 5-dagi 8 oyatni nozil qilib, payg'ambarimizni buyuk vazifa uchun tayyorlanishga, ruhiy jihatdan chiniqishga buyurdi. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ey uxlovchi, kechida o'rningdan turib, kechining oz bir qismisining boshqasida, yarmida yoki yarmidan ozroq vaqtda yoki yarmidan ko'proq vaqtda, ya'ni qanchalik bardoshlik bilasan shunchalik vaqtda kechida turib namoz o'qigin. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biz sana ig'ir so'zni tashlaymiz, ya'ni ig'ir vazifani yuklaymiz. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwa qila. Kechida turib namoz o'qishing sening bu ig'ir vazifani ko'tarishingga, bu ig'ir vazifa uchun hozirlanishingga eng muvofiqdir. Kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi, ya'ni qalbga huzur bag'ishlaydi. Kunduzlari payg'ambarlik vazifasi bilan oldirash bo'lsa, shuning uchun kechalari ibodatga berilgan. Va zikrisma robbika va tabattal ilayhi tabtila. Robbingning ismini yod etgin va Robbing tarafga butunlay yuzlangin. Demak, Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni tarbiyalashda old bilan uningga kechida turib namoz o'qishga buyurdi. Chunki kechida turib namoz o'qish insonni Allohga yaqinlashtiradi va ruhiyatni chiniqtiradi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni payg'ambarlikka hozirlash uchun uningga namoz o'qishga buyurdi. Ya'ni namozni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga kuch bo'ladi degan shaklda muomala qildi. Biz namozni ota-bobolarimizni mas qolgan shaklda mohiyatini tunmay o'qigachqa namoz bizga kuch emas, yuk bo'lmoqda. Amaliyotda namoz har bir musulmon uchun kuch. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni kechida turib namoz o'qishga buyurdi va bu orqali ruhiyatni kuchlantir deydi. Bu oyat bizga Alloh yo'lidagi bir da'voga chiqish uchun old bilan biz ruhiyatimizni kuchlantirish uchun kechida turib namoz o'qishning naqadar muhim ekanligini ko'rsatdi. Agar biz atdeganda bomdoddan burun 2 rakat tahajjud namozi o'qolmay turib, og'zimizda vatan davosini qilsak, bu da'voyimizning yolg'on ekanligi, uzunga bormaydiganligini bildiradi. Chunki bundaq bir da'vo tatliq uyqusidan voz kechalaydigan, kechalari qiyomda turib Allohga bo'lgan munosabatni yaqinlashtira oladigan haqiqiy musulmoncha bir ruhga ehtiyojli bo'ladi. Bundaq ruh Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Allohdan boshqa hech kimga tayanmaydi. Allohdan boshqa hech kimga setilmaydi. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kechlar o'rnidan dast turib namoz o'qishga boshlaydi. Ruhiyatini chiniqtiradi. Oradan bir qancha kun vahiy uzilib qoladi. Vahiy uzilib qolgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana nima qilarini bilolmay gangrab qoladi. Ichi siqiladi. Yiroq g'origa kirib ibodat qiladi. Tog'larning tepasiga chiqadi. Yana o'zidan gumonlashga boshlaydi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oldiga Jibril alayhissalom hozir bo'lib, "Ey Muhammad, sen payg'ambar, men Jibril" deb yo'qolib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ko'ngli yana aromiga tushadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ruhiyatini bu vazifaga tayyorlash uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga texnicha kishilarga islomni da'vat qilishga buyruq qilmoqda edi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hiro g'orining ichida ibodat qilayotgan vaqtida yuqoridan bir ovoz anglandi. Qarg'udak bo'lsa hech kim yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana qo'rqib ketib, darhol uyga qaytdi va uyga titragan holatda kirib, "Meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Hazrat Xadicha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni yotqizib, adyal bilan yo'gab qo'ydi. Mushundaq turgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Jibril alayhissalom kelib, tuandik oyatni nozil qildi. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir va rabbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir. Ey yo'g'ini olg'uchi, o'rningdan tur, kishilarni Allohning azobidan ogohlantir. Robbingni ulug'la, kiyimingni pok tut. Allohning azobiga duchor bo'lgan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p elish niyatida berma. Ya'ni kishilarga ozroq bir narsa berib, uning baravariga ko'proq narsa elishni umid qilma. Allohning roziligini ko'zlab bu yo'lda sana yetgan aziyatlarga sabr qil. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga elchilik vazifasi yuklangan bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilarni umumyuzlik shaklda islomga chaqirmasdan, balki jamiyatdagi qalbi oq, tabiati pokiz kishilarni tanlab islomga chaqirdi. Eng burun, eng yaqin do'sti bo'lgan Hazrat Abu Bakrni islomga chaqirdi.
Hazreti Abu Bakr Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan İslam'ın mahiyeti ve kelgen vehiylerini anlagandan keyin derhal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a iman etip işinadi. Hazreti Abu Bakr'ın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a buncha tez işinishning sababi Hazreti Abu Bakr Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni eng obdan tunuydigan ve eng kona ve yaqin do'sti edi. Va shundaqla Abu Bakr Yemenga ko'p qatim tijorat uchun chiqqan vaqtida Yemendagi yahudiylar oxirgi payg'ambarning ba'zi sifatlarini so'zlab bergan. Hazrati Abu Bakr o sifatlarni yaqin do'sti Muhammed Aleyhisselamdan nihoyatda ko'p ko'radi. Hazrati Abu Bakr o'zi tijoratchi, shundaqla nasab olimi Makkadagi mo'tabar kishilarning qatoridan edi. U o'zi iymon etib bo'lqanmasdan, o'zi ishongan bu e'tiqodga, bu islomga o'zining tijoratchi do'stlaridan Abdurrahmon ibn Avf, Osman ibn Affon, Zubayr ibn Avvam va Talha ibn Ubaydulloh qatorliq o'z maslakdoshlarini islomga chaqirdi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ko'rishib, islomning mohiyati va kelgan vahiylarni anglagandan keyin islomni qabul qildi. Makkadagi mo'tabar bir qancha kishilarning islomga kirishi bilan islomning gapi atrofga tarqalishga boshlaydi. Orqadan Quraysh jamoatlaridan Arqam ibn Arqam, Abu Ubayda ibn Jarroh, Ammar ibn Yasir qatorliq bir bo'lib kishilar islomga kirdi. Qurayshlar islomga bo'lgan diqqat e'tiborini texam markazlashtirib nazorat qilishga boshlaydi. Chunki islom dini ular e'tiqod qilayotgan, ular iloh deb qarayotgan butni botil narsa deb qaraydi va Makkaning cho'nglari ilib berilayotgan zo'migarlik, yomon ishlarning hammasini cheklaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Müslüman bo'lgan hamrohlar bilan maxfiy to'plashib, ularga nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdi. Shundaqla Makkaning sirtida kishilarning ko'ziga yiroq bir yerga chiqib, ular bilan birlikda namoz o'qiydi. Bir kuni musulmonlar o'zaro to'plashib, Makkaning sirtiga chiqib, jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Bir to'p mushriklar ularning qashini o'tib ketib, "Ey ota-onasining dinidan yanganlar, tuzkorlar" deb ularni haqoratlaydi. Musulmonlar ularga bir narsa deydi, ular musulmonlarga bir narsa deb ular o'zaro urushib qoladi. Musulmonlarning orasidagi 17 yoshli sahoba Said ibn Abi Waqqas yerdan tuguning bir parcha so'ngini elib, mushriklarning birining kallasiga urib, uning kallasini etildirdi. Bu Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy tushirgandan keyin tunji qatim Alloh yo'lida oqqizgan qon bo'ladi. Said ibn Abi Waqqas keyinmi men tunji qatim Alloh yo'lida boshqalarning qonini oqqizgan kishi deb bu ishni faxrlanadi. Ammo bu voqeadan keyin musulmonlarning vaziyati keskinlashadi. Mushriklarning musulmonlarga bo'lgan nazorati chingib, ularga ko'z quloq qo'yadi. Har qaysi jamoatlar o'zining jamoatidan musulmon bo'lganlarga besim ishlatishga boshlaydi. Musulmonlarning birsi-birisi bilan to'plashishimi qiyin ahvolga kelib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom musulmonlarni o'zaro to'playdigan bir o'rin hozirlash uchun bosh qotirdi va oxiri bir fidokor yoshning yordami bilan musulmonlarning tunji maktabini ochdi. Bu maktab payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tunji ochgan maktab bo'lib, bu maktabdan yer yuzining 3/2 qismini egallagan imperatorlarni qurgan Hazrati Umar va Hazrati Abu Bakrlar yetishib chiqadi. Undaqda bu maktab qaysi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu maktabda sahobalarni qanday tarbiyaladi, nima o'rgatdi? Bu maktabning darsligi nima bo'ldi? Bu haqida kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsingiz bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun